Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningdagi BYD Song Pro tayyor. Bu avtomobilimizdan to'liq Night paketda Black Piano qilib berganmiz ustki qismini. Qaranglar, oblisovkalari bilan bo'lgan. Undan keyin 4 ta diskasini ham mana shunday qop-qora qilib bo'yab berganmiz. O'zini zavodskiy diskasi qaranglar qanaqa chiroyli holatga keltirildi bo'yalganidan keyin. Undan tashqari bu avtomobilimizdan o'ynanchi nikkellari bo'ladi. Mana shu detallarini duvgalar bilan birga Black Piano qilib berdi. Oxiridagi stalnoy detalini ham ko'rasizlar, Black Piano bo'lgan. BYD yozuvlari, Song Pro yozuvi, DMI hamma yozuvlarini qora qilib berganmiz. Eng tagida stalnoy yubkasi bo'ladi. Uni ham unaqa qop-qora glyansiya qilib Black Piano qilib berganmiz. Keyin bitta original paroklarni ustanovka qilib berdik. Bu haqiqiy ishlaydigani, bu ham qop-qorasi. Ustiga chiqsanglar ko'taradi, ishlaydigan parok. Salon qismiga yetib keldik. Bitta polik akkuratni gilamli qilib berdik. Sidenlarimizga oranjiy nakitka bo'ldi, podushkasi bilan birga. Xo'p, undan keyin monitorlarga prilojenli ustanovka qilib berildi. YouTube o'zi yurganda o'chib qoladigan bo'ladi. Bizani yozib bergan YouTube'imiz yurganda o'chmaydigan premium variantini yozib berdi. Bitta prilojen sketchat qilish uchun Aurora Store ham yozib qo'yganmiz kontrkam bilan birga. Bu avtomobilimizning tashqi qismini ko'rsatib, obzor qildik. Krugovoy tonirovkalari ham bor, qaranglar. Akkuratni qilib berganmiz. Mana bu detal qaranglar, alohida e'tibor berasizlar, hech qiyin bo'lgan detal. Polni Black Piano bo'ldi, xudo xolis. Xizmatlar bo'yicha Max Tuning aloqa chiqib